Assalomu alaykum. Berini ahli. Penablok tash jarayoni bo'lib turibdi. Bu yerda penabloklarimiz yo'q bo'ldi. Aslan xatarlari namaraq ekan, bu yerga tiklab qo'ydim buni. Bir kunda qurib qoladi buni. Bu yerda azroq bor. Qolgani bu yoqda. Penabloklarimiz kam qolib. Qurib turibdi penabloklar. Penablok nisbatini 100% garantiya bor. Barmoq kirib ketadigan penablokdan emas. Izg'ir vaqtida har bir barmoq tushadi bunga. Izg'ir vaqtida bosilgan. So'nggi chet bassangiz ham barmog'ingiz tushmaydi bu. Üstüne minsangiz ham. Bular 12 santilik перегородкалар bu. Qalınlığı 12, balandligi 30, uzunluğu 60 santi. Ular ham qurib turibdi. Bahalarını aytib o'tsam bu 10 ming so'mdan. 12 santilik. Bular 20 ga 30, uzunluğu 60 santi bo'ladi. Bular 16 ming so'mdan. Bahalari. Adresni aytib o'tsam. Adres Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida. Bu yog'i Bo'ston Pavorot. Bu yog'i Xayrullo Pavorot. Xayrullo masjidga boriladi. Bu yog'i shu Bo'stondan Beruniy sentrdan kelsa bo'ladi bu yoqdan. Bo'ston Pavorotdan o'tib kelinadi. Bo'ston Pavorotdan to'g'ri qilib o'tsangiz yo'lning bo'yida ko'rinib turibdi karbishlarimiz. Nimalar ham qurib bordi. Telefon nomerda ekranga yozib qo'yamiz. Telefon aytaverasizlar. Berini bo'ylab dastlabki etib beramiz. Keyin shu berinichi yigitlarga ish so'rab birgan, ish izlab birgan bolalar bo'lsa, penablok quyug'i bolalar kerak. 2-3 bola penablok quyadigan bola kerak. Kunlik desa kunlik, danasini desa danasini pulini kelishaveramiz. Shu ish izlab birgan yigitlarga bu videoni yuborib qo'yamiz, ko'rganlar. Penablok so'raganlarga, ko'hna, garaj, joy salomon deganlarga yuborib qo'yasizlar. Zakaz etsanglar chiqarib beraveramiz. Google tokkar ham bor. Ular ham zakaz etsanglar chiqarib beramiz. Penabloklarimiz bor, kelaverasizlar. Telefon nomerda ekranga yozib qo'yamiz. Telegram, WhatsApp bor, telefon qilaverasizlar. Dastlab ketib beramiz berniylasini. Videolarimizda ko'pchiliklar ko'rib, lekin like bosmay ko'rib turibdi. Like bosib, tanish bilishlaringizga penablok so'raganlarga bu videolarni yuborib qo'yamiz. Adresni tushunmaganlar bo'lsa, telefon nomeri telefon qilib kelsanglar tushuntirib beramiz. Yo'lda lokatsiya tashab beramiz. Shunga qarab kelaverasiz.